davramizda hozir 515 desa hammadan yon bir qizimiz bor. Bitta qarsakilani ayamizlar. Va xalqimiz suygan aktrisa qizimiz Feruza Normatovani mana dugoshi qaynonajon qarsakilani ayamizlar. Mana shu bugun mana shu davrani yarimini to'lishiga sababchi bo'lgan opa-singillarimiz turibdi. Kattaga rahmat. Mana shu yerda do'stni do'st ekanligi bilinadigan kun bilib oldim to'g'risi. Aka rahmat kattaga. O'zimga yaqin tutib yurgan insonlarim bir oyatni yomasa reklamani ko'rdilar. Masalan, mana like bosaman shular. Ko'p tirikchiliklarimni aytib o'tmayman ochiqchasini. Masalan, qo'shiqlarimiz bilan yordam beraman. Sizlar prekrasni tushuntiribsizlar kimdan aytib turganimni. 99% qo'shiq aytiladi. Yordam berish kerak ekan. Nolda